Nega yosh o'tgan sari erkak kishida jinsiy aloqaga xohish pasayib ketadi? Yoki umuman jinsiy holatni tarang turishi juda ham sustlashib qoladi. Buning o'zi sababi nima? Qanaqa qilib bu jarayonni orqaga sursa bo'ladi? Videoni yaxshilab kuzating. Video davomida buni barcha sirlarni sizga oshkor etaman. Erkaklarda asosan jinsiy holatining yomonlashishi nimalar bilan bog'liq bo'lishini sabablarini birma-bir sanab o'tib ketaman. Birinchi navbatda erkaklarda yosh o'tishi bilan asta-sekin erkaklik gormoni testosteron miqdori pasayib boradi. Testosteron miqdori qancha pasayib borgan sari erkak kishi shuncha tez qarish boshlanadi. Ya'ni u umuman tashqi taraflama yoki jinsiy taraflama ham. Testosteronning pasayishi 30 yoshdan o'tgandan so'ng yiliga taxminan 2% davomida qisqaradi. Ya'ni 2% bo'lib 40-45 yoshga borganda oldingiga nisbatan 25-50% gacha testosteron miqdori pasayadi. Lekin bu tabiiy holatda bo'lishi mumkin bo'lgan jarayon. Lekin buni orqaga to'xtatib surib turish mumkin. Va ko'pincha holatda bemorlarda shu holatni yanada tezroq bo'lib og'irroq holatga tushishiga o'zlari sabab bo'lib qolishadi, ya'ni yuqoridagi ishlarni qilib. Birinchi navbatda bu ortiqcha vazn semirish. Ortiqcha vazn bu erkak kishining haqiqiy dushmani hisoblanadi. Chunki yog' qancha ko'payib borgan sari u yog'larning ichida testosteronni ayollik gormoniga aylantirib tashlaydigan fermentlar ham ko'payib boradi. Aromataza degan va shunaqa erkaklarda estradiol, prolaktin kabi jenskiy gormonlar baland chiqadi. Bu gormonlar esa erkak kishini jinsiy aloqaga xohishi, bundan tashqari tarang turishiga umuman teskari effekt ko'rsatadi. Ya'ni erkak kishi juda ham borgan sari slabillashib boradi. Endi bundan tashqari qo'shimcha kasalliklarga e'tibor bermaslik. Men aytib o'tmoqchiman, birinchi o'rinda qandli diabet va jigar kasalliklarini. Qandli diabetni ko'pchilik e'tibor qilmaydi, nafs ustunlik qiladida, dorilarni ichmasdan har xil ovqatlarni yeyaveradi. Qand miqdori ko'tarilgandan so'ng organizmga u asta-sekin nerv tizimini hamda qon tomir tizimini jarohatlab boshlaydi. Ya'ni qon tomirlarning ichki tarafini to'liq jarohatlashi natijasida qon yaxshi aylanmaydi va erkak kishida asta-sekin zaiflik paydo bo'la boshlaydi. Qon yaxshi aylanmagandan so'ng asta-sekin testosteron miqdori ham tushib boshlaydi va testosteron miqdorining pastga tushishi yana qand miqdorining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Chunki testosteron qand moddasini hujayralar tomonidan o'zlashtirishi uchun muhim gormonlardan bittasi hisoblanadi. Men yana aytib o'tmoqchiman, jigar kasalliklari qanaqa ahamiyati bor. Masalan, gepatit B, C bo'ladi, e'tibor bermaydi. Jigar yog' bosib ketadi yoki qanaqadir sirroz holatiga olib keladi. Jigar ham moddalar almashinuvida organizmda o'ta muhim a'zo. Jigardagi GSPK degan moddaning ko'tarilib ketishi testosteronni inaktivatsiya qilib qo'yadi. Ya'ni GSPK degan modda testosteronni bog'lab oladi o'ziga va testosteron umuman harakatsiz holatga tushib qolgandan so'ng, ya'ni testosteron umumiy holatda analizda yaxshi chiqaveradi, lekin erkin formadagi testosteron miqdori past bo'lganligi uchun erkak kishida xohishi past bo'ladi. Bundan tashqari yana yurak kasalliklarini ham ahamiyati bor. Masalan, stenokardiya kasalligi, yurakdagi yetishmovchilik, infarkt holatlari o'tkazilgan bo'lsa ham, bu asta-sekin zaiflik holatiga olib keladi. Sababi jinsiy holatni ereksiya mexanizmida unga qon oqib borib, u tarang turadi. Ya'ni uni ichi to'la qon bo'ladi. Qonni haydab beradigan a'zo esa yurak. Ya'ni yurak yosh o'tgan sari qancha kuchsizlanib borsa, ereksiya ham shuncha slabillashib boradi. Ko'pincha holatda bemorlar yuqoridagi kasalliklarga e'tibor berishmaydi va buni natijasida og'ir holatdagi jinsiy zaiflik kelib chiqadi. Endi buni yechimi qanaqa bo'ladi? Nima qilish kerak shu narsani shu holatga olib kelmaslik uchun? Mana birinchi tavsiyam, vaznni saqlash kerak. Ya'ni semirib ketmaslik kerak. Masalan, deylik, bo'yingiz 1.85, 1.86 bo'lsa, hech bo'lmasa vazningizni 90 kg atrofida saqlab turing. Ya'ni qorin aylaningiz juda unaqa kattalashib, semirib ketmasligingiz kerak. Ikkinchisi, albatta sport bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni siz qancha ko'p sport bilan shug'ullansangiz, tana organizmda moddalar almashinuvi shuncha yaxshi bo'ladi. Jismoniy chiniqqan tana jinsiy aloqa vaqtida ham uyaltirmasdan ishlabiladi. Uchinchisi, sog'lom ovqatlanish. Sog'lom ovqatlanishda organizmga kerakli bo'lgan oqsil, vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishingiz kerak. To'rtinchisi,
Testosteron miqdorini yaxshi ushlab turish uchun hech bo'lmaganda yilida bir marta yoki har 6 oyda bir marta urolog shifokorga borib, gormonal fonni baholab, testosteron miqdorlarini tabiiy stimulyatsiya qiladigan mahsulotlardan iste'mol qilishingiz zarur. Agarda sizda yosh o'tishi bilan testosteron tushib ketishini xohlamasangiz, yuqorida aytgan kasalliklarni va tavsiyalarni albatta bajarishingiz kerak. Kasalliklardan ehtiyot bo'lib, tavsiyalarni bajarishingiz kerak. Va hech bo'lmaganda 6 oyda yoki 1 yilda bir marta urolog shifokorga albatta murojaat eting. Yuqoridagi muammo bo'yicha urolog, androlog bo'lsa juda ham yaxshi, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, tanishlarga tarqatib qo'ying, boshqalar uchun ham manfaatli bo'lsin. O'zingizning sog'lig'ingizga e'tibor bo'ling. Sizlar bilan urolog, androlog shifokor Javohir Alloyorov bo'ldi.